Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahim O'tkirning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Uyg'ongan Zimin nomli 2 qismlik tarixiy romanining 2 qismining davomini anglatamiz. Hacim darhol o'rnidan qopib uyan-buyan mengishga boshladi va oxir Azamxon to'rining oldida to'xtab, buningga qat'iy qo'shilmaydiganligini aytdi. Hozirgi mushkulotdan qutulish uchun buningdan bo'lak yo'l yo'q, hojim janoblari. Agar muvofiq ko'rsangiz, ati javob berasiz. Hojim o'z sabdoshlari bilan yerim kechagacha maslahatlashdi. 30 ming qo'yning o'z oyog'i bilan kelganiga yaxshi ish bo'ldi. Ammo sharti bak ig'ir ekan. Do'taylik mansbiga keyingi gap. Hozir Sodiq hoji turmoq, o'zimizga bagidakmi mansab yo'q. Lekin mushundoq kunlarda to'y qilib yursak, qandoq bo'lar? Qo'yning g'imi ustiga to'y g'imini bergan Xudoyimga rahmat. Hojim Niza opsi baklar talaylik tug'ibdi ekan. Qumildagi 2 xelimning ustiga kucha xelimining o'z oyog'i bilan kelganini qarasalar. Aka, bu chaqchaq qilishdigan goh emas. Hoji akamni tanlib qo'ymay, yaxshi maslahating bo'lsa bergin. Maham, bu baylarga tishimizning iqini ko'ztib qo'ysak, shillimizga menayda vatidi. Ularning ko'zining ichiga qarag'ucha, qo'yichiq baylardan zo'rliq bilan tortib olsak bo'lmadimi? Uyning ichini shunchalik jimjitlik besib ketdiki, yo'g'on kirsin lampining atrofida uchib yurgan parvonalarning lampi shishasiga urilgan ovozimi anglanayotgandek tuyuladi. Unda qilsak bo'lmas. Shariatda buningga yo'l yo'qdir. Islom shariatida gunohsiz kishiga zo'rliq ishlatishga yo'l yo'q, xususan mu'minlarga. Islom shariatida zo'rliq ishlatishga yo'l yo'q bo'lsa, kuch xo'tiliq bo'lishga yo'l bor. Kucha xinam 30 ming qo'yni billa ilib kelsa, buning nima yomoni bor? Aka, seni jimg'ur deb yursak, endi tiling kaslanchukning quyrug'idek uzrab ketyapti-ku. Gap deganni o'ynab qilsangmi, o'ylab qiladigan nima? Yingni qayanmansa, yipmi shu yonmangdi deb, butun qo'shinning beshi bo'lgan hoji akam jang ustida xotin olsa, qag'allar qanday qiladi? Bizning yigitlarimiz birdan xotinning qo'yniga kirib, kuchada qolg'ay demsan. To'g'ri, to'g'ri. Bo'ldi. Qo'limni yemayman. Tishimni chaqmayman. O'rislar bilan tuzgan savdo bitimi joyida qolsin. Tavakkul qilib, Qashqar tarafga boramiz. Qolg'iniga Alloh kepil. Uyning ichini yana jimjitlik bosdi. So'rindigilar bir-biriga yer ostidan qarshib o'ltiradi. Birdala Qosim apandining ovozi anglandi. Menimcha, hoji akamning gapimi to'g'ri. Sijongning gapimi to'g'ri. Biroq bizning qozoqda mundaq bir maqol bor. Otning beshiga kun tushsa, eg'iz zuruq bilan suv ichar. Erning beshiga kun tushsa, o'tik bilan suv ichar. Bugun bizning beshimizga kun tushgan ekan, bu baylarning shartiga ko'nmay ilojimiz yo'q. Hey, sizning gapingiz shumi? Boshqa nima iloj bor, hoji aka? Hojim, tun nisbidan eshibdi. Atimo Xudoning kuni bor emasmi? Ular atsimo tush vaqtigacha talash-tartish qilib, oxir yilqi shartlarga ko'nadigan bo'lishdi. Peshin namozidan keyin Azamxon to'ri bilan islomboylar hojimdan ma'qul javobini olib, uni tabriklashdi. Sodiq hojining uyiga hozirla elchilikka boradiganligini aytdi. To'xniya so'ri cho'ng-cho'ng qadamlar bilan ho'yliga kiribla, Mirul Pogan bilan uchrashib qoldi va uni bir chetga tortib, nima ishlab bo'lganini so'radi. Mirul Pogan 2 kundan buyon bu yerda bo'lib o'tgan ishlarni yepidan yengsiqcha so'zlab berdi-da, bugun oqshom nikoh o'qiladiganligini aytib, ig'ir tinib qo'ydi. Uning gaplari oyoqlashguncha To'xniya so'r o'zining shalon kayki soqolini yulib tashlagudek darajada tortishtirib, bir qancha qitim astag'firulloh deb tashladi va oxirida mundaq dedi. Bu gaplarni anglamagan bo'lsam, boyiqa ochiqimda hojiga deydiganimni deb tashlab, yurtga ketmoqchidim. Hammasi shu mingtal miltiq uchun bo'ldi degan afka. Shundaqmi? Shundaq. Hoji akamning o'rnida sen bo'lsang qanday qilar eding? 3 kundan keyin hojimning qishiga ansori kirib keldi. O'ltiribkan. Taving yo'qmi nima? Chiroying bir qismiligu.
Manga ruxsat bersizlar. Yurtqa ketay, Hoji aka. Nim bo'ldi? Seni biri xafa qilib qo'ydimi? Yo'q. Amsa nemishqa ketmoqchi bo'lib qolding? Al yurtning ko'migili 20 yildan oshdi. Tug'ilib o'sgan yerlarni bakla sig'inib ketdim. O'g'o shundoq. Meni sig'inma dedimsan. Keyin birga ketamiz. Yo'q, Hoji aka. O'zlarining yuklari ig'ir. Yurtqa o'ng'ay ketolmaydilar. To'la gap qilma. Keyin birga ketamiz. Yo'q, Hoji aka. Men birga ketaman. Hey! Rasketani inson cho'fkam. Zoda nim bo'ldim. Temir akam to'la tushimga kirib, oqshommi u rahmatlikni tushib qoptiman. Temir akamning Urumchida olgan heliqi xotinining uyi degidekman. Temir akam shu uydan bir dutarni ochqib, men ko'z tutqidek. Qarasam dutarning qo'rsqidan qip-qizil qon iqiyotqidek. Cho'chib uyg'onib ketdim. Men ketay aka, menga ruxsat bersizlar. Hojim Ansorining ko'nglidagini endi tushundi chig'i nima deyishini bilmay turib qoldi. Bir hozadan keyin chiroyiga kulgi yugurtib, o'ng qo'lini Ansorining murisiga tashladi va mundoq dedi: "Qo'y mundoq gaplaringni. Tushga nima kirmaydi, dushman nima demaydi degan gap bor. Xudo bizni Mori degan yurtning cho'llarida qayta uchrashtirganda, menga degan gaplaringni unutib qoldingmi? Tenimda jinim bor bo'ldi ekan. Senden ayrılmayman demegenmedin. Hoji aka. Yo'q dedim, yo'q. Yana ketaman deb jo'da qiladigan bo'lsang, to'kir putunga kishan soldirib qo'yman sen oqsoqni. Sodiq hojidan keyin Kucha, Shayar, To'qsu va Boy nahiyalaridagi cho'ng kichik baylar, hatto qo'l ilgida borlarning hammasi degudek oldi 1-2 ming, oxiri 200-300 tuyoqdan qo'y iyoni qilishdi. Qo'y yig'ish ishiga Mosulboy mas'ul bo'ldi. U Oqsu, Uchturpan, Kalpin, Ovut taraflardan qo'y iyonisini to'plashga menish oldida cho'nglarga hisob ko'rsatib o'tib, Kucha atrofidan jami 48 ming tuyoq qo'y yig'ilganligini aytdi. Kuzning o'ttirlarida qo'shin Oqsu tarafga otlanmoqchi bo'ldi. Her ihtimalga qarshi Sali Durg'an 4-500 yigit bilan Kuchada qoladigan bo'lib, shahar ichidan cho'ng yo'l ustidagi Saqsoq degan mahallaga yo'tkilib chiqdi va necha vaqtdan beri o'g'irliqchi o'ylanib olganlarni tekshirib tepib, hammasining xotinlarini qo'yg'izibdi. Shahar ichida yana birar oy turgan bo'lsak, odamlarimizning hammasini yettirib qo'yarkanmiz, ha? Bu taraflarda xotin olmoq, tugmanga berib, untatmoqdimi oson ekan. Bir kiyimlik raxt, 2 bo'liq qand, 5 non, yana mollamga yerim sar tanga. Ish tamom, vassalam. Ande bundaq ishlarga hargiz yo'l qo'ymag'uliq. Bo'lmasa, majuniyning cheriklari kelib qolsa, ular kelib qolsa, bizni jang maydonidan topolmay, yotgan ichidan so'rab chiqib, qo'yni bo'g'izlagandek bo'g'izlaverdi desizlar Durg'an, ha? Darvaqa Majuniyning va'dasiga ishongila bo'lmaydi. Uning qachonli bo'lsa bir kuni qora shahar putumini bosib, bu taraflarga bostirib kelishi cho'qim edi. Qo'shin boshliqlarla emas, xalq ko'pchiligimi shuningdan andisha qiladi. 2 oy burun fidoilar qo'shini Kuchaga kirganda, ularni o'zining nijotchisi va boshpanohi deb bilgan Kucha xalqi endi ularning ozroq odam qoldirib Oqsuga ketmoqchi bo'lganligini anglagach, texmi xalpsirab qolishdi. Shunga o'z vaqtida bu qo'shinni Doqudumboq, Nag'rikanoy bilan xushal qarshi olgan bo'lsa, endi ularni g'amkin uzatmoqda. Shaharning sirtigacha chiqib, yo'lning ichki qasniqida qo'llariga non to'qach, pishirilgan go'sht va boshqa tugunchaklarni tutib turgan kishilarning chiroylari mayus, ko'zlari yoshliq ko'rinmaydi. Bular bizni tashlab ketdi. Endi tungallar kelsa, beshimizga nima kunlarni solarkin? Bo'lan talan qilishiga turgan gap. Sen kuchaliqlar hojin yazg'i qo'y beribsizlar deb qirg'in qilmisizlar bo'ladi-ku. Qo'y bersa, boylar berdi. Sizlar bilan bizga nima? Sizlar qo'y bermagan bilan bir o'g'illarni fidoilarga qo'shib berdi-ku. Buni unutib qoldilarmi? Bolasini fidoilikqa bergan yolg'iz menmidim. Andaq bo'lgandan keyin
qo'y berganlarni tishlab tatmasizlar. Men sizlarni dedim-mi? Amschu. Bo'ldi qilasizlar azizlarim. Hammalarining safrasi o'rlab qopdi. Qadimdan buyon yig'iliq bo'lsa kelgulik puhroga keladi. Biz mo beshimizga kelganni ko'rarmiz. Al bilan o'lim, bajoyiki to'y debdikan. O'z eti va o'zi yasab olgan qilish nayzalari bilan yurt-yurtdan qo'shilgan fidoilar hisobiga zo'r bir to'pqa aylangan qo'shin uzundan uzunga so'zilib, osmon palak chang to'zdirib ketyapti. Shu qo'shinning quyruq tarafida putlari uzun bir jada qo'shqa, pardasi qayrib qo'yilgan egiz chaqliq kucha mapsini so'rab ketyapti. Uning bo'ynidagi mis qo'ng'iroqlar bir xilda chiringlaydi. Napining sho'tisiga xuddi qora chug'udek atli qo'nib olgan kayki soqol napikish qo'lidagi qisqa qamchisini pat-pat pulanlatib qo'yadi. Gohida sho'tidan sakrab tushib yoyoq mong'adi. Napining orqasidan bir to'p qurolliqlar ketyapti. To'pdan bir qadam oldida ketayotgan Ho'shur Payjon egarga qing'ir o'ltirib olib, dimig'ida naqsha aytib mong'adi. Napining oldi tarafida qalin gullik shayi ro'mol o'rab, yeshil maxmal kamzul kiyib olgan Mo'danxon putlarini sangilatib o'ltiradi. Napining ichida bo'lsa, ustiga kashta besilgan o'ri yoqiliq sarbob to'n, beshiga oltin qadoqliq kucha do'ppisi kiygan bir ayol o'ltiradi. Bu Sodiq hojimning qizi Qambarniso xonim edi. Bu qiz hojimning nikohiga o'tgandan keyin Kucha xonimi deb atiladigan bo'ldi. Kucha xonimni keyingi kunlarda muallifning o'zini ko'rgan. Biroq bu bir necha yil keyingi ish bo'lg'achqa, uning o'z vaqtidagi qiyofatini aynan tasvirlab berishga muallif ojizlik qiladi albatta. Yaxshisi, uning bilan zamondosh va sirdosh bo'lgan Tursun Do'lanning xotira daftariga murojaat qilgan tuzuk. Men Kucha xonimni bir necha kunlar burun yiroqdan bir ko'rgan edim. Bugun yaqindan ko'rishga muyassar bo'ldim. Deb yozadi u. Hoji otam Oqsuvga menish oldida xatchaklarni ratlab yig'ishtirishga meni o'z hujursiga chaqirgan ekan. Bu so'g'dan otlab kirishim bilan Kucha xonim yuzini yerim yepib o'zini chetga oldi. Hoji otam uningga "Bu boladan qochmasilimi bo'ladi? U mening o'g'limga o'xshash" dedi. Ondan menga qarab, "Qumulchi Isoq, bu sening oyla opang, Kuchachi Isoq sening xonachang bo'ladi" dedi. Men uningga darhol salom qildim. U menga kulimsirab, sipoyilik bilan ozroq egilib qo'ydi. Men umrimda bundoq xushbichim, mehri issiq go'zal qizni ko'rmagan edim. Uning inchki agma qoshlari, qayrilma kirpiklari bilan shahlo ko'zlari, sal so'zinchoq yuziga yarashgan, chimdi qo'ygandek burni, yoqutdek qizirib turgan nepiz lavlari, klassik shoirlarimizning tili bilan aytganda, ilibdek tuz savr qomati, sumbul chochlari. Uning ustiga chiroyidagi muloyimlik bilan o'ziga yarashgan bir xil sipoyilik. Egam Alloh ayol zotida bo'lishga tegishli go'zallikning hammasini mushu qizga berganmikin ha? Yoki qadimgi ajdodlarimiz bo'lgan ko'san Uyg'urlardagi ersiy go'zallikning bugungi Uyg'ur qizlari simasida qayta namoyon bo'lishimikin? Biroq uning shu g'amsiz ko'ringan go'zal jamolida xuddi to'lin oyning yuzidagi dog'larga o'xshash qandoqdir g'am-g'ussa va alam hasrat dog'larining soyisi bordek tuyulib turadi menga. Demasimi, amdili 18 yoshini beshidan kechirayotgan bu qizning yosh yurkida xuddi avrishim chochlaridek nozik his tuyg'ulari, shahlo ko'zlarining nigohidek xiyolchan istak orzulari bo'lgandi. Uningmi yosh yuriki boshqa qizlarnikiga o'xshash ixtiros bilan pichirlig'andi. Mana endi shularning hammasi uning o'z otasi Sodiq hojimning ro'yi bilan birdamda yo'qqa chiqdi. U xuddi sovg'atlikqa beriladigan qimmatbaholik bir parcha raxt yoki bir yo'rg'a ot sifatida
hoji otamga taqdim qilindi. Hech kim uning ra'yini so'ramadi. Albatta so'ramaydi ham. Mening bu 18 yoshli xonacham nima degan baxtlik, ham nima degan baxtsiz. Uyg'ur qizlari. Mushu qurlarni yezib bitib, birdilla Urumchida qolgan suyimlikim Zubayda esimga tushdi. Mening qori ko'z Zubaydam. Sening taqdiring. Yo'q, seningla emas, biz ikkimizning taqdiri nima bo'lib ketdi? Mubada davlatman boydadang, sening ra'yingga boqmay, meni hech nimasi yo'q, yetim o'g'il deb qolsa, ya Xudo, unda kunlarni harom qilg'aysan. 13-bob. Mening bu beshimga taj yarashmaydi. Suzuk buloq ustiga yundi sepmaslik kerak. Sayfiddin Azizi, Umr dostoni. Bu bobdagi voqealarni Tursun Do'lanning hikoyaga o'xshab ketadigan xotirasidan anglashga to'g'ri keladi. Oqsudagi kunlarimizda tasodiban ikki muhim tarixiy voqeaning shohidi bo'lib qoldim. Buning biri Stalinning hoji otamga sovg'at avatganligi. Yana biri hoji otamning Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining rais jumhurlik mansibini rad qilganligi edi. Biz Oqsuga kelib uzun o'tmayla, eliqi 80 ming qo'yning badaliga va'da qilingan mingtal miltiqning oldi Uchturpan Qoraqo'l chegarasi orqali Oqsuga kelayotganligini angladik. Biz buni Sovet hukumatining bizga qilgan xayr-xohligi deb tushunib, nihoyat xushal bo'ldik. Chunki bizning qo'ylarimiz chegirdan texi to'liq o'tkazilib bo'lmagan edi. Oktabrning o'ttirdan boshlab shtab o'ylasiga 2 dan uzunchoq sanduq ortilgan karvon otlari kirishga boshladi. Ba'zilar sanduqlarni tushirib, ombur qisqichlar bilan ekishga oldirsa, ba'zilar sanduqdan chiqqan miltiqlarning maylarini surtib tozalaydi. Mening vazifam miltiqlarni o'z nomerlari bo'yicha tizimlash edi. Ba'zida hoji otam o'zining sabdoshlari bilan bizning yinimizga kelib, miltiqlarni ko'zdan kechirgach, hammasi yangikan deyishib, tillarini chikildatib qo'yatdi. Bir kuni yuk ortilgan karvon otlari hoyliga kirib keldi. Biz darhol ishga kirishdik. Karvon bilan birga kelgan egiz bo'yliq, o'chki soqolining tangdan to'lisi oqirib ketgan salobatlik bir kishi ko'rinishidan bir tolli miltiq qochilangan tor va yenik sanduqni ko'rsatib, uni ochmay turishni buyurdi. Shu arada hoji otamlar ichkaridan chiqib, uning bilan qizg'in ko'rishib, hordiq so'rashdi. Men ularning gaplaridan bu kishining qo'y o'tkazish va qoral o'tkazib olish ishlariga mas'ul bo'lgan Uchturpanlik Nur hojim ekanligini va mingtal miltiqning to'liq kep bo'lganligini uqdim. Nur hojim gap orasida iliq sanduqni oldiga akeldirib, bu Stalinning hojimga avatgan sovg'at ekan. Chegirdagi nachalnik bu omonatni Xo'janiyoz hojining o'z qo'liga topshirsiz degan edi, dedi. Hoji otam bizga sanduqni ichishni buyurdi. Sanduqdan yangi bir 5 atar chiqdi. Uning boshqa miltiqlardan hech qanday farqi yo'q edi. Faqat qo'ndiqining o'ng tarafida Stalindan Xo'janiyoz hojiga 1933-yil degan hukmni bildiradigan bosma shakldagi ruscha xatlar parqirab turibdi. Men miltiqni surtib tozalab, hoji otamga ikki qo'llab sundim. U miltiqni uyon-buyon o'rib qarab chiqqandan keyin, "Bu nima xatlar ekan?" dedi. Men tarjima qilib berdim. Hoji otam noyati xush bo'lib ketdi va men demidim-mo qarindoshlar, ruslar bizga do'st, yoshsin Stalin deb to'lab tashladi. Maydondagilarning hammasi hayajonlanib ketdi. Miltiq qo'ldan qo'lga o'tishga boshladi. Kulimsirab turgan Qosim afandi menga qarab ko'zini qisib qo'ydi. Men buning ma'nosini darhol tushundim. Chunki Qosim afandi heliqi Jerjes hoji degan kishining bosh aginda qilgan gaplari hoji otamlarning ko'nglida Stalinga nisbatan ishonmaslik tug'dirib qo'ygan bo'lishi mumkin deb ansirab yurganligini menga bir necha qitim eskartib o'tgan va bu ahvol tuzalmasa yomon bo'ladi degan edi. Jerjes hojining gaplarini o'z quloqim bilan anglamagan bo'lsam-mu, u aytgan gaplarning hoji otamlarga ta'sir qilishi cho'qimligiga men ishondim. Shunga hoji otamning
Ruslar bizga do'st, yoshsun Stalin deb shuvar to'g'liganligi Qosim apandining andisini cho'qim yeniklatdi deb o'ylab, men uningga hesdoshlik nazarim bilan qarab qo'ydim. Baysajang qo'lidagi miltiqni Hoji otamga qaytirib berib o'tib, "Yaxshi erim bo'lsin uchun bir pay etib ko'rsala hojim", dedi. Hammaylar bu taklifga qo'shildi. Hoji otam miltiqqa 5 tal o'qni besib, "Nimaga atay?" deb atrofga qaradi. "Ana, ovi terakka", dedi Baysijang. O'ylidan taxminan 200 qadam nerda qad ko'tarib turgan egiz qeri terakni ko'rsatib turib. Darvaqa yo'pirmoqlari shalonglashib ketgan qeri terak beshida bir to'p qog'i o'ltiribdi. Hoji otam qog'larni uchirib o'tish uchun bo'lsa kerak, osmonga qaratib bir pay otdi. Cho'chib ketgan qog'lar ansizlik bilan qaqildab havoga ko'tarilgandan keyin orqa-orqadan 2 pay o'q etib, ang oldida uchib ketayotgan 2 qog'ini jinidan judo qildi va yaxshi tegadigan miltiqkan deb kulib qo'ydi. 25-oktyabr kuni yana bir muhim voqeaning shohidi bo'lib qoldi. Bugun Hoji otam boshliq cho'nglar Sobit Damo'lining vakillarini rasmiy qabul qilmoqchi bo'ldi. Bu vakillar o'lishgan Oqsuga yetib kelibla oldirash tinash patiga kelgan edi. Ularning biri ko'zlari kulib turdigan, chaqqon o'ralgan sallasi bilan qop-qora soqol bo'rti o'ziga xo'ymi yarashgan, taxminan 50 yoshlardagi xushbichim, chiroyli odam edi. Toniydiganlarning aytishicha, bu kishi Sovet oktyabr inqilobidan keyin O'zbekistondan Qashqar tarafga kelib, shu yerda yerlashib qolgan Zerib Qori hojim degan o'limoq kishi ekan. Ikkinchisi pakarroq kelgan chor soqol, savdogar siyoqidagi odam edi. Bu kishi Hoji otam bilan ko'ni tonishlardek, ha degandala qiziq parang'a tushib, qumulning gaplarini qilishib ketadi. Keyin Mirol akamning menga aytib berishicha, bu odam Qumuldagi mashhur otishliq boylardan Hasan Balo hojining bir navra inisi Ilohun boy degan kishi bo'lib, qo'zg'olondan sal burun savdo ishlari bilan Qashqarga kelgan ekan. Shu kuni ular Sobit Damo'llamning Hoji otamga yozgan maxsus maktubini topshirgan edi. Qo'mish qalamda noiti chiroyli va fasohatli qilib yozilgan bu uzun maktubda Qumul dehqonlar qo'zg'oloni va Hoji otamning qahramonliklari ko'pdan ko'p madihlanib, bu qo'zg'olon bugungi kunda G'ozi Xo'janiyaz hojim otimiz boshchiligida milliy ozodlik va mustaqillik yo'lidagi buyuk inqilobga taraqqiy qilib ketdi. Az jumla bu inqilob sharofatidan yurtimizda mustaqil davlat ahyo qilmoqqa shart sharoit hozir bo'ldi deganga o'xshash gaplardan keyin pat arada Qashqar shahrida Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati qurilmoqchi bo'lganligi aytilgan va Hoji otamni darhol Qashqarga kelib, shu jumhuriyatning rais jumhuri bo'lishga taklif qilingan. Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati hukumat a'zolari nomzodlarning ismligimi maktubga qo'shib avatilgan ekan. Hoji otamlar bir necha oy burun Qori shahardagi vaqtimizda Yunus Begning shotirlardan avatgan heliqi xiti orqali Qashqarda Sobit Damo'lining Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati qurishga harakat qilayotganligidan allaqachon xabardor bo'lg'achqimikin, bu gaplarga ancha parvo qilishib ketmadi. Elchilarni bo'lsa, obdan mehmon qilib, birar kun dam ilisila, ati o'gin parang'ishayli deb yo'lga solgan edi. Ammo shundan keyin noita oldirashlik bilan 2 qitim jiddiy yig'ilish o'tkazdi. Bu yig'ilishlarda ularning nima deyishganligini bilolmadim. Chunki xotir yezishning lozimi yo'q deb qaralganligi uchun bo'lsa kerak, meni bu yig'ilishlarga qatnashtirmagan edi. Shuning uchun Sobit Damo'lining taklifiga Hoji otamlar qandoq javob beradigan bo'lgandi degan savol kech-kunduz xiyolimdan ketmaydi. Oxir toqat qila olmay, oqshom Qosim apandidan so'radim. Qosim apandi aniq javob bermay, o'z odati bo'yicha burtini o'ynab o'ltirib, "Ata, hojimning o'z og'zidan anglaysan" deb kulib qo'ygan edi. Mana bugun bu savolimga javob anglaydigan fursat keldi. Mehmonlar sharifaga berilgan ziyofat oyoqlashgandan keyin mehmon va sohibxonlar sinchoy ichkatga kutishdi. Men bu yig'ilishning xotirasini to'liq yezishga tirishib, qo'liqimni ding tutib o'ltirdim. Hoji otam Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati hukumat a'zolarining nomzodlari yozilgan qog'ozga diqqat bilan qarashga boshladi.
man oldingi kuni bu hujjatlarni tizimlayotganimda bu nomzodlar ismligini to'liq o'qib chiqqan edim. Uningda Jumhur rais Xo'ja Niyoz hojim deyilgandan keyin Sobit Damulla Atosh bosh vakillikka, Jonibek qozi muavin bosh vakillikka, Zerib qori hojim adliya vakilligiga, Qosimjon hoji xorijiy ishlar vakilligiga, Abdukiram xon Masum ma'rif vakilligiga, Abdullah xon Sahiya vakilligiga, Mahmud Muhiti harbiy ishlar hay'atining raisligiga, O'rozbek davlat mudofaa vakilligiga, Yusufjon bosh shtab boshliqligiga, Obul Hasan hoji savdo dehqonchilik vakilligiga, Shamshiddin Damulla vaqti ishlar vakilligiga, Muhammadin hoji hukumat bosh kotibligiga ko'rsatilgan ekan. Bu odamlarning to'lisi ota-onam anglab boqmagan yo'chilla odamlar ekan-ku, dedi hojim Zerib qori hojiga tikilib turib. Bizning o'qishimizcha Mavo Jonbek qozi, O'rozbek deganlar bizning yerlik qirg'izlarimizdan bo'lmay, o'ris yerdan bu tarafga qechib o'tgan bir nimalar ekan. Shundaqmi? Shundaq hojim. Mavo Sultonbek bilan Yusufjon deganni Anjon tarafdan qechib o'tgan kelgindilardan deydi. Shundaqmi? Zerib qori hoji bundoq savolning qo'yilib kelishini kutmagan yoki kelgindi degan so'zning o'ziga qartilganligini his qilgan chig'i villada qizirib ketib, oralla shundoq deb javob beradi. Va Ilohimboyga darhol qaradi. Ilohimboy bir nima demoqchi bo'lib og'zini ichishiga yana hoji otamning ovozi anglandi. Mavo paloni Damulla, paloni hoji, Maqsum deganlar jo'teqi. Qachon, qayerda qo'liga qo'ral ilib inqilob qilgan? Ular miltiq turmoq, Katmanning sipini obdanroq tutmagan oqnonchilarga deyman. Mo'shunda qochoq, kelgindi, oqnonchilarza hukumat bo'lib yurt so'rg'idakmish deqi. Uning ustiga to'lisi otishliq qo'za. Otishliq degan so'zning chiqishi bilan Ilohimboyning chiroyimi tomdek totirib ketdi. So'rindagi kayfiyat jiddiylashib, hammaydan shuk bo'lib qoldi. Mahmud Sijang bu ahvolni bayqab, kayfiyatni yumshatish xiyolida bo'lsa kerak, mundoq dedi. Hojakam otishliqni bir nima demoqchi emas. Hojakam bu hukumatinglarda Xotan inqilobchilarining boshlig'i Muhammad Emin Hazrat nemishqi yo'q demoqchi. Shundoq emasmi hojaka? Shundoq. U kishi bu hukumatga nemishqi aralashmadi. Asli qon kechib inqilob qilganlarning biri shu kishi emasmi? U kishi mundoq hukumatning ta'sis qilinishini ixtiyor etmasi kerak, dedi Zerib qori hoji muloyimlik bilan. Nemishqa? Iniqroq aytang taqsa. Kaminalarning faraz qilishicha, u kishi butun o'lka miqyosida umumiy bir mafkura birligi texi maydonga kelmagan sharoitda bundoq qilish behojatdir va balki ziyonliqdir deb qaraydi ekan. Ondaqda xo'tanliklar bu hukumatga qarshimi ekan? Yo'qsa, ularni qarshi digili bo'lmas, ammo ancha xayrixoh emas. Amsa bu odamlar orasida bir xo'tanlikmi bor ekan-ku? Meni farzimcha Muhammad Emin Hazrat madara qilmoqni joiz deb bilish kerak. Shundoq gapga qo'shildi Ilohimboy. Men yaqinda Sobit Damullamning buyrug'i bilan Xotanga berib, u kishining bizga bir oz oltin yordam qilishini iltimos qilgan edim. U kishi 200 sar oltin berib, agar umumiy ittifoqligimizni demaydigan bo'lsam, Qashqar hukumatiga bir tiyinni bermaydim. Hatto askar boshlab berib, buzon qilib tashlaydim degan edi. U kishi to'g'ri aytibdi, dedi hoji otam. Mushu topda men bu ittifoqlikni demaydigan bo'lsam, Qashqarga berib, urlo modalarning adibini berib qo'ymoqchi edim. Bizning qumullarda eshak o'lib olsa, qo'ng'i g'ijak tortibdi degan maqol bor. El yurt nima kunda, ular nima qo'ydi? Sobit Damullamo kendir yig'i sog'an kalpakni to'liyab, beshi qiyib qolgan kalpakchi mollama o'xshaydi. Bo'lmasa, o'riq uyga yo'g'on mingizlab, munchola besh yo'g'onlik qilindi. O, mening bu inqilobni qilishdagi maqsadimni bilmam ekan. Shunda bendan darhol ayrilib, Qashqarga berib, rais jumhur bo'lg'udakman texi. Menda o'z oldimga podshohlik toj kiyaychi deydigan niyat yo'q. Mening bu beshimga toj yarashmaydi. Men degan tog'da podi beqib, marganlik qilib o'tgan cho'riqi yo'g'on tog'ki. Mening maqsadim ezilgan xalqimizni zulmdan qutqizish, barobar huquqqa ega qilish, qon to'kilishni chaqqaroq tugitib, yurtga tinchlik o'rnatish. Endi majumying bilan so'qishqinimiz yetmay,
Shundu ben bilan yana so'qqizsin demdikan bizni udamulla. Ikkilar berib, uningga aytsila. To'la haddidan oshmay, singan zag'risini yeysin. Otamanam anglamagan, nadiki kelgandilarni cho'risiga yig'ilib, Palaniston, Pokoniston quraman deb ishni buzmusun. Shuncha ko'p qalla to'kilib, el-yurt vayron bo'lib, xotinlar arsiz, norasidilar otsiz qilayotganimi yeta. Rostla el-yurtning g'amini yeydigan odam bo'lsa, bizga yordam avatsin. Majonyang degan qaroqchini qo'g'lab chiqarib, yurtda tinchlik o'rnatayli. Mening javobim shu. Bu gaplar bo'libmi? Nadiki kelgandilarni cho'risiga yig'ilib degan iboralar zerib qora hojimga noit qattiq tegdi chig'i. Uning iqi oq, qizili qizil suzuk chiroyi tomdek totirib ketdi. Nepizlarlarni titravatqanligi bilinib turadi. Ilohunboy o'zini tetik tutishga tirishib, "Xo'p, hojim, elchiga o'lim yo'q deb, bizmi hamma gapni domollamga yetkazarmiz. Shundaqdimi biror parcha maktub yozib bersalar obdan bo'larmikin?" "Buning hojati yo'q", dedi hoji otam qo'lini silkib. Shuning bilan gap tugadi. Mehmonlarni uzitib qo'yliga chiqishimiz Kerem Shotirning darvozadan oldirash kirib kelishiga to'g'ri keldi. Hammaylan qotang'ur kelgan bu uzun pachoq odamning g'alati menishiga qarab qilishdi. Mirol akam uning bilan bir ikki g'iz gaplashib olib, darhol hoji otamning yiniga keldida, uning kucha tarafdan intayin muhim xabar etganligini ma'lum qildi. Hoji otam boshliq cho'nglar mehmonlarga xo'sh etqach, Kerem Shotirni agashtirib, mehmonxonaga kirib ketdi. Qolganlarimiz mehmonlarni darvozagacha uzitib qo'ydik. Kerem Shotir qandoq muhim xabar ep keldikin ha? 14-bob ajal ko'langisi. Jangchining kamiridagi shamshar g'ilipida turibmi, uningga kuch beg'ishlaydi. Jaloliddin Rumiydan. Hay, mening shunqorlarim. 3 oylik mashq jarayonida qanot quyruqinglar yetilib, qaltis bo'lib ketibsizlar. Endi hech qanday sizlardan qochib qutula olmaydi. Sizlarga buyruq. Janubiy Shinjonga qarab, olg'a! Xo'jin yozni qo'g'lab, tirik tutinglar. Hech bo'lmasa uning beshini tenidan juda qilib, Qashqar shahar sepidining darvozasiga yisinglar. Uning askarlari sizlarning oldinglarda nima? Hech nima emas. Ular xuddi bu yerdan yig'ilib qolgan bir to'p poda. Sizlar cho'qim g'alba qilasizlar. Men bir necha kun ichida Urumchiga tegib, Shinsayni jahannamga uzdiman. Butun Shinjon bizning bo'ladi. Men Shinjonda islom davlati quraman. Buningga qat'iy ishoninglar. G'alba bizning. Machoyang Turpandan qori shaharga kelib, u yerdagi 2500 otliq cherikni paraddan o'tkazib bo'lgandan keyin ularga so'zlagan nutqini ayni shundoq jumlalar bilan oyoqlashtirdi. Uning so'zi tugagan hamon muntazam safda turgan cheriklar orasidan "Yotsin bosh qo'mondan! Yotsin!" degan sadolar yangrab, egiz ko'tarilgan kang yuzlik qilishlar kun nurida yo'lt qilib dahshatli bir manzara namoyon bo'ldi. Otlar tipirlab kishnab ketdi. Bu cheriklar Majoying aytgandek maxsus harbiy mashq jarayonida qanot quyrug'i yetilgan. Qoral yorig'i xil, yosh qo'rami 20 dan 35 yoshgacha bo'lgan muntazam otliq qo'shin bo'lib, ularning ichida Turpan, To'qsun, Qori shahar taraflaridan askarlikka tutilgan Uyg'urlar bor edi. Bu qo'shinning boshlig'i Mafuyan Qaram Qaysar va jangi mohirligi bilan mashhur edi. U Qashqarga tezroq yetib berib, Qashqar yangi shaharda qomilib yotgan Mojansan, ya'ni Cho'loq Suxuyni muhosiridan qutuldirib, uning bilan birlikda fidoilarga qarshi keng ko'lamli jang boshlashga oldiraydi. Shundoq bo'lganda, u Mojansanni muhosiridan qutqizgan ham jangni hal qilgan asosiy qahramon degan shuhratga ega bo'ladi. Shuning uchun Qori shahardan oldirash yo'lga chiqdi. Qo'shin hojim bilan Majoying o'tirsida tuzilgan yiliqi butun bo'yicha ikki tarafning fasili deb belgilangan bosh agim o'tkiliga taxminan 5 chaqirim qolganda, Mafuyan bu kechani shu yerda o'tkazib, ati tong sahar bilan bosh agim o'tkiliga tuyuqsiz hujum qilmoqchi bo'ldi.
Shuning uchun cheriklarga chidab tikmay, o'choqni osmay, quruq non, go'sht bilan ozuqlanib, oy dalada qo'nishga buyruq berdi. Bu qo'shindagi Uyg'ur cheriklaridan To'qsulliq Hamdulga tun nisbidan oshqanda ko'zatchilik qilish navbati keldi. U buningga nemishqidir xushal bo'lib ketdi. Ikki cherik bilan qarorgohdan taxminan 150 chaqirim chetda piyoda oylanib yurishga boshladi. Atrof jimjit. Go'yo butun koinot uyquga ketgan. Faqat jang otlarining turbulardagi oxirgi bo'g'izlarini charaslatib chaynashlarla anglanib turadi. Hamdul bo'lsa pat-pat osmonga qaraydi. Nefis bulutlar bilan qoplangan osmon gumbizi uning ko'ziga xuddi ko'mtirib qo'yilgan qozondek qora ko'rinadi. Buningdan yaxshi fursat yo'q. Ammo mau döyüzlardan qanday qutulaman? deb o'ylaydi u ishga hamrohiga qarab. Uning baxtiga cheriklarning birini qattiq asnak tutib ketdi. U bosh barmog'ini engikiga tirab turib, jindak ko'z yumib olsam qanday deysizlar? Faqat jindaklar. Hamdul darhol ma'qul bo'ldi. Yana bir cherik sal ishkilanib, oxiri ma'qulga keldi. Yiliqi cherik shu yerda bir toshga yo'linib uyquga ketdi. Hamdul yo'g'on bir qo'ram toshning orqasiga o'tib, g'onsiga tamaki selib tortishga boshladi. To'qsun tamakisining puriqi neriroqda oylanib yurgan ikkinchi cherikning muxumarini qo'zg'adi bo'lg'ay, u Hamdulning qishig'i kelib zo'ngzib o'ltirdi-da, g'onsiga qo'lini uzatdi. Biroq ko'ksiga muzdek bir nima sanjilgandek bo'lib, tim tortmasdan yerga dum tushdi. Qonliq xanjar yiliqi uxlab yotgan cherikni to'ydirmasdan u olamga uzatdi. Hamdul ularning miltiqlarini elib, qorong'ulikda ko'zdan g'oyib bo'ldi.